Хайрулкин, у меня к вам такой вопрос. В отношении бывшего мужа было применено 2 защитных ордера и продление. Продление длилось 9 месяцев последний. А также через год он не виделся с ребенком. Через год он подал иск о встрече с ребенком. Я против решения этого суда. Сейчас это дело рассматривается в городском суде города Ташкента в апелляционном порядке. Я против решения первой инстанции. А вопрос такой: могу ли я попросить у суда укоротить количество встреч моего бывшего мужа с ребенком, а также при встречах, чтобы я обязательно присутствовала, так как он негативно влияет на ребенка? Avvalambor ota-ona farzand uchun farzandning tarbiyasida, moddiy va ma'naviy dunyosini shakllanishida ota-ona teng huquqlarga ega. Lekin birinchi instansiya sudi sizning ishtirokingizni ta'minlamasdan turib, sizning fikringizni eshitmasdan turib, fuqarolik ishlari bo'yicha chiqargan hal qiluvchi qarori yetarlicha adolatli bo'lmagan deb hisoblayman. Bu birlamchi navbatda. Ikkinchidan, siz o'zingiz sud majlisiga chaqirilgan bo'lsangiz-da kelmagan bo'lsangiz, bu sizning aybingizdir. Mayli, bu etapdan o'tdik deb hisoblaylik. Sizni sud chaqirgan, siz kelmagan bo'lsangiz, sud hal qiluvchi qarorini sizning ishtirokingizsiz qabul qilgan. Endi hozirgi kunda ushbu hal qiluvchi qarori bo'yicha apellyatsiya instansiyasida ish ko'rilayotgan bo'lsa, agarda siz farzandingizga sobiq turmush o'rtog'ingiz negativ ta'sir ko'rsatyapti deb hisoblasangiz, qanday holatlarda negativ ta'sir ko'rsatganligini isbotlovchi dalillar bilan apellyatsiya instansiyasi sudlov hay'atiga murojaat qilishingiz, qanday holatlarda sobiq turmush o'rtog'ingiz farzandingizga negativ ta'sir ko'rsatganligini isbotlab berishingiz, shu jumladan unga nisbatan qo'llangan himoya orderlari, ya'ni sizga berilgan himoya orderlarini barchasini ilova qilgan holda sudga taqdim qilishingiz kerak bo'ladi. Shunday ekan, sizda apellyatsiya instansiyasi sudlov hay'ati ushbu hujjatlarni, dalillarni, taqdim etilgan dalillarni o'rganib chiqib, agar bolaga sobiq turmush o'rtog'ingiz, ya'ni farzandingizni otasi negativ ta'sir ko'rsatayotgan deb hisoblasa, uchrashuvlar sonini qisqartirishi ham, shu jumladan uchrashuvlar vaqtida sizning ishtirok etishingizni ta'minlab berish haqida sudni qarorini qabul qilishi mumkin. Bularning barchasi siz taqdim qilayotgan hujjatlar, dalillarga tayangan holda bo'ladi albatta.